Farg'ona viloyati Buvayda tumanida o'tgan yili ekologiya inspektori bilan bog'liq yuz bergan holat keng jamoatchilik e'tiboriga tushgan edi. O'shanda noqonuniy daraxt kesilishi holatini bartaraf etish va hujjatlarni rasmiylashtirishga uringan inspektorga nisbatan qarshilik ko'rsatilgan. Mazkur ish bo'yicha sud yakunlanib, hukm e'lon qilindi. Bermayman. 2025 yilning noyabr oyida Farg'ona viloyati Buvayda tumanida ekologik nazorat tadbiri vaqtida yuz bergan holat keng jamoatchilik muhokamasiga sabab bo'lgan edi. Ekologiya qo'mitasi inspektori noqonuniy daraxt kesilish holatini aniqlab, belgilangan tartibda hujjatlarni rasmiylashtirishga kirishgan. Biroq uning qonuniy faoliyatiga Buvayda tumani hokimi o'rinbosari qarshilik ko'rsatib, xizmat vazifasini bajarishga to'sqinlik qilgan edi. Mazkur holat yuzasidan Buvayda tumani hokimi o'rinbosariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ish sudda ko'rib chiqildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Yozyovon tuman sudida 2 nafar shaxsga oid jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Sudlanuvchilarning biri O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 206-moddasining 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topildi. Unga ushbu modda bilan Jinoyat kodeksining 45-moddasini qo'llab, 1 yil muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik yuklatilgan lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilingan holda bazaviy hisoblash miqdorining 150 baravari miqdorida jarima jazosi tayinlandi. Sudlanuvchilarning ikkinchisi Jinoyat kodeksi 198-moddasining 2-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topildi. Unga ushbu modda bilan bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravari miqdorida jarima jazosi tayinlandi. Tayinlangan jarima jazolari davlat foydasiga undirilishi belgilandi. Tabiatni asrash, ekologik muvozanatni saqlash hamda bu yo'lda faoliyat olib borayotgan mutaxassislarning qonuniy talablariga hurmat bilan yondashish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. Bu kabi holatlarning oldini olish esa jamiyatda qonun ustuvorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.